Assalomu alaykum umaq kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz aqlliq to'shqan. Bir to'shqan onaning 3 bolasi bor bo'lib, birisining ismi qizil ko'z, yana birisining ismi uzun quloq, yana birisining ismi kalta quyruq ekan. Bir kuni to'shqan ana bolalariga: "Men bugun ko'ktatliqqa berib turib uzib kelay. Sizlar eshikni mahkam etib o'ltiringlar ha. Mendan boshqa hech kimga eshikni ochmanglar" debdi. To'shqan ana ketgandan keyin bolalar eshikni mahkam etib qo'yib, uyda o'yinini boshlab etibdi. Bir hozirdan keyin bo'ra to'shqonlarning hidini ko'rib, sho'lgaylarini eqitganicha to'shqanning uyining oldiga keldi. To'shqonlar eshikni baching etib olg'achqa, bo'ra kirolmay, eshik oldida o'ltirib, ko'zlarini qisqanicha ko'ngliga bir yomon qarasni tutibdi. Dal mushu paytda to'shqan ona qaytib kelibdi. Bo'ra darhol bir daraxtning kayniga mo'kib olibdi. To'shqan ona eshik oldiga kelib: "Umaq qozlarim, ananglar qaytib keldi. Eshikni ichinglar, chopsan ichinglar" debdi. To'shqanlar onasining ovozini anglab eshikni ichibdi. "Ohoy, onamiz nima degancha turib ekelgan ha?" To'shqanlar yugurib kelib, onasining qo'lidan sevatni oldi. Ertasi to'shqan ana o'rmonliqqa mo'gu uzili ketibdi. To'shqanlar eshikni yana ching etib uyga qaytdi. Fursatni g'animat bilgan bo'ra kelib, to'shqan onaning ovozini do'rab: "Umaq qozlarim, ananglar qaytib keldi. Eshikni ichinglar, chopsan ichinglar" debdi. Qizil ko'zlik to'shqan ovozni anglabla: "Onam qaytib kelibdi" deb xushal bo'lib ketibdi. Kalta quyruq to'shqanmi "Onam qaytib kelgan o'xshaydi" deb o'ylab, "Onam qaytib kelibdi, eshikni tezroq ochayli" debdi. Uzun quloq to'shqan kalta quyruq to'shqan bilan qizil ko'z to'shqanni to'sib: "Yo'q, bu onamizning ovozi emas" debdi. To'shqanlar eshikning yo'chqidan qarab, haqiqatan onasi emasligini bilib, "Eshikni onamizdan boshqa hech kimga ochmaymiz" debdi. Bo'ra to'shqanlarning ishonmaganligini bilib hovliqib: "Men ananglar, men sizlarning onanglar" debdi. To'shqanlar: "Yo'q, ishonmaymiz. Bo'lmasa quyrug'ingizni ko'rib boqayli" deb chaqirishibdi. Bo'ra ularga quyrug'ini ko'rsatishga ma'qul bo'ldi. To'shqanlar eshikni qiyon ochgan ekan, bo'ra quyrug'ini eshik yo'chqidan kirgizibdi. Bu tuklik uzun quyruq cho'qim bo'rining quyrug'i debla to'shqanlar eshikni kuchab yetib olibdi. Bo'rining quyrug'i eshikka qisilib qoldi. Dal shu paytda to'shqan ona qaytib kelib, bo'rining beshiga kaltak bilan rosa kelishtirib birni sapdi. Bo'ra og'riqqa chidamay qochmoqchi bo'lgan ekan, quyrug'i uzilib qoldi. U yugurgan peti toqqa qochib ketibdi. To'shqan ana kaltakni tashlab: "Umaq qozlarim, eshikni ichinglar, ananglar qaytib keldi" debdi. To'shqanlar onasining ovozini tunib eshikni ichib, o'zlarini onasining qo'yniga etibdi. Umaq kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.